Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun yana bitta kvartirani tugatdik. Bu kvartiramiz 131 kvadratli kvartira. Bu kvartira Yunusobod tumanida joylashgan. 131 kvadratli kvartira. Haytik uslubida qilingan kvartira. Kiraverishdan hozir tanishtirib o'taman. Devorlarga nima qilganmiz, pollarda nima ishlatganmiz, patologlar qanaqa, общий ma'lumotlarni berib o'taman qo'ldan kelgancha. Bu kvartiramizda devorlar g'ishtdan terilgan, перегородкалар va suv olgan qum suvi bilan va ustidan dekorativniy kraskalar berganmiz. Atachento. Dekorativniy kraska atachento berilgan. Va har joylarda mana shunaqa 3D panellardan berganmiz. Gipsovoy 3D panel. Patologlarimiz gipsokarton qilingan. Vodoemulsiya berilgan. Mo'yshi vodoemulsiya. Pollar keramogranit qilingan, hammasi 100%. Keramogranitdan tartib bilan terilgan hammasi. Shunday mana bu ko'rishlar mumkin, nimalari hammasi bir tomonga qarab turibdi. Xuddi suvning oqishiga qarab shu tomonga suv oqqanday bo'lib turibdi. Bu kvartiramizni 131 kvadratli kvartiramizni 100% pollarini keramogranitdan qilganmiz. Keramogranit mana 100% hamma joyi. Bu siz birinchi ko'rgan joyingiz, bu koridorimiz, pol. Shunaqa. Pollar tepli pol bo'lgan. Suvli tepli pol. Bu zalimiz, mehmonxonamiz. Mehmonxonamizda devorlarga ham shunaqa dekorativniy kraskalardan berilgan atachento. Devorlar atachento qilingan. Hammasi pol keramogranit. Devorga ham keramogranit qilganmiz. Katta hajmdagi keramogranit italyanskiy 3 metrga 3 metr razmerda. To есть buni endi 1,5 ga 1,5, ikkalasini birga qo'shganda 3 metrga 3 metr bo'ladi. 1,5 ga 3 metr razmerda. O'rtasida stigi bor. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman, ko'rinadi stigi. Ajralib turgan joyi mana shu. Patologlarimiz gipsokarton va mana bu qora joylari, palasalari, bular akril materialdan foydalanganmiz. Natijada patologiya emas, bo'yalmagan hech qanaqa akril material. Rozetka включателlar, elektrikalar bo'yicha hammasi Schneider degan kompaniyaniki mana. Juda ham sifatli. Narxi sari qimmatroq, lekin juda ham sifati yaxshi. Keramogranitimizni chet-chetiga mana shunaqa zolotistый profillardan qo'yganmiz. Juda ham chiroyli ko'rsatadi bu va chetidagi keramogranitni yopib turish uchun xunuk ko'rinmaydi, mana shunaqa chiroyli ko'rinib turadi. Bu yerga klientimizning xohishiga qarab konditsioner qo'yib berdik. Konditsioner LG konditsioner kartinkali. Mana shunaqa ko'p joyni egallamaydi. Pardaga ham xalaqit bermaydi. Pardalar qolish uchun spesial joy qoldirganmiz. Keyingi xonamiz oshxona. Oshxonamizda mana oshxonamizda ham xuddi shunday pollar keramogranit, patologlar gipsokarton va devorga ham, bu yerga ham keramogranit qilganmiz. O'sha 1,5 metrlik keramogranit 2 ga bo'lib qilganmiz. Bu yerda ham italyanskiy keramogranit. Hech qanaqa stiklarsiz, butun va buni ham chekkasiga mana shunaqa zolotistый profillardan foydalanganmiz. O'rtalarda 3D panel. Va bu yerga ham mana shunaqa
kartinkali konditsioner LG. Kuxonniy mebel qilib berdik. Kuxonniy mebelimiz bu yerda krashenniy MDF. Bez ruchka, mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ruchka yo'q. Bu yerda просто bosib qo'yiladi, o'zi ochiladi. Mana shunaqa mana. Knopkali tipon mexanizmda mebelchilar bilan juda ham yaxshi tushunadi. Hammasi shunaqa bez ruchka qilingan. Stolichnisalari искусственный камень va fartukka ham xuddi shu искусственный kamendan foydalanib oldik va bu yerga shu spesialniy zazemlilari rozetkalarni o'rnatib berdik. Bu ham o'sha Schneider kompaniyasiniki. Juda ham sifatli, eng sifatli включательlar, rozetkalar. Ikki xil rangda kombinirованный bo'ldi. Bu laminat Kronoshpon kompaniyasiniki va bu oddiy krashenni. Bu yerda ham pollar teplo pol qilingan. Hamma joyi 100% kvartiramiz teplo pol. Qo'shimchasiga 10 ta batareya qo'yganmiz, biometal batareyadan. Keyingi xonamizni ko'rsatamiz. Koridor, kichkina koridor. Va sizlarga hozir общий санузелni ko'rsataman. Общий санузелimiz bu ham keramogranit qilingan, 60 ga 120 razmerda. Nebichniy vannalar qo'yilgan, oddiy shunday yerda turadigan vanna. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, nimaga bu vanna bunaqa turadi, cho'milganda suv tushmaydimi degan savollar bo'lishi mumkin. Albatta biz buni hisobini olganmiz va biz mana bu polda turgan keramogranitni uklon bilan qilganmiz. O'sha burchagida suv oqib ketadigan joyi bor. Mana spesial yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu joyda suv yig'ilib shunda tushadi va kanalizatsiyaga oqib ketadi. O'shaning uchun bu bizga ikki tomonlama juda ham qulay bo'ldi. Podsvetkali qildik, chiroyli ko'rinib turadi. Ham podiumda bu shunaqa joylarga mo'ljallangan. Dizaynerlarimiz shunaqa chizgan. Shuning uchun va juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu vannamiz turishi va yana bitta nimani aytib o'taman, bu boshqa nimalarga nisbatan stoячий nimamiz bor bu yerda. Smestитель stoячий, bu yerga qotiriladi. Spesialni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Patologlar gipsokarton qilingan, podsvetkali qilib qo'yganmiz. Gipsokartonimiz va vodoemulsiya berilgan. Mo'yshi vodoemulsiya. Unitaz, rakovina, smestитель. Smestитель tahorat uchun bizda обязательно kerak narsa bu. Soch quritish uchun sushilka bor. Va rakovina. Bu yerda rakovinalarimiz, smestitellarimiz hammasi o'sha Turkiya turistik nimaniki, kompaniyaniki. Juda sifatli, yuqori sifatda qilingan. Keyingi xonamiz bu детский spalni. Bolalar xonasi. Bu yerda ham 100% keramogranit qilingan pol, teplo pol va qo'shimchasiga shu отопление ham batareya ham qo'yganmiz. 10 ta seksiyali biometal. Alohida qiziydi bu. Bu yerda ham devorlarimizni atachenta qilganmiz, dekorativniy kraska va o'sha joylari bilan 3D panellar qo'yganmiz. Oyna qo'yilgan va shkaf krashenniy MDF. Bu yerda ham bez ruchka nimada qilingan. Bosganda ochiladi shkaf. Patologlarimiz gipsokarton va patologlarda ham o'sha qora liniyalar ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Savol berishyapti. Shu hamkasblarimiz, qurilish remont bo'yicha shug'ullanadigan
hamkasblarimiz bu narsa akril, natijniy patolog emas, akril plastmassa material shu bozorlarda bor, bemalol topishingiz mumkin. Bu video obzorimiz nafaqat remont qilmoqchi bo'lgan odamlarga, balki shu bizni hamkasblarimiz uchun ham juda ham bir foydali bo'ladi degan umiddaman. Keyingi xonaga o'tamiz. Kichkinagina koridor bu yerda ham. Keyingi xonamiz bu родительский spalni. Родительский spalni. Bu yerda ham devorlarda atacho'nta qilganmiz va tosh oynalar qo'yganmiz. Ikkita katta tosh oyna, bitta trimo uchun alohida va ikkinchisi shu bularga nima bo'lib turish uchun dizaynimizda shunaqa qilingan. Patologlar gipsokarton va bu yerda ham kartinkali konditsioner LG. Bu 3D panel, bu gipsli elementdan tayyorlangan bu va shkaf, razdvijnoy nimali shkaf kiyim-kechaklar uchun. Tak, bu yerda sanuzil, spalnidagi sanuzil, alohida o'zimiz sanuzili. Polностью keramogranit qilingan, 60x120 razmerda. Va bu yerda ham shu bu yerga vanna qo'ymadik, dush qildik. Bitta kvartirada bitta vanna yetarli degan aytamiz. Shuning uchun shampunlar, sovunlar qo'yish uchun ajoyib, juda ham qulay joy. Va bu trap qilganmiz. Unitazni yoniga smestitel tahorat uchun, qulay bo'lish uchun. Patologlarimiz gipsokarton. Patologlar gipsokarton. Mo'yshi emulsiya qilganmiz, voda emulsiya. Hamma joyda tanishtirib o'tdim. Bu kvartiramiz 131 kvadratlik kvartira, Alayski bozorining orqa tarafida joylashgan. Abdulla Qodiriy жилой kompleksida high-tech minimalizm uslubida qilingan kvartira. Bu kvartiramiz remont o'pishi vaqti 3 oy vaqt oldi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol direkt orqali yozsanglar javob beramiz. Alloh qodir qilguncha.